hozir ozgina tinchlanib o'tiramiz va o'zimizga ozgina e'tibor qilamiz. Hammada turli yo'lda kimdir kino ko'radi, kimdir ko'chaga aylangani chiqadi, kimdir do'stlari bilan suhbatlashadi. Yo'llari har xil. Bugun men tanladim aynan sizlar bilan video yozishga va o'tirib men yaxshi ko'rgan kofe ichishga va перекус qilishga, ozgina shirinliklar, mazali narsalar yeyishni tanladim. Unda agar sizlar ham ozgina qorningiz ochgan bo'lsa, choy, kofe yoki qanaqadir shirinliklar olib kelib, birgalikda kelinglar, o'tirib chaypitia qilamiz-da. Buning uchun men o'zimga shunaqa issiq, o'sha sovib qoldi, kofe damlaganman. Bu yoqda kofe va sut, ozgina sut ham qo'yganman. Tak. Judayam yaxshi ko'raman kofe sut bilan va bugun shakar deyarli qo'shmadim, chunki shirinlik yeyishga rejalarim bor. Mana shunday Karol shirinlik tayyorlaganman. Сразу shunaqa shokolad hidi. Maza. Juda yaxshi ko'raman Nutellani. Super. Tak. Boshlaymiz ham. Ikkinchi buterbrod tez yeb qo'ydim. Bilasizlarmi, aytishadiki, o'sha nutritsiologlar, dietologlar ovqatni shoshmasdan, sekin o'ylab chaynash kerak-da, o'sha miyamizga yetib borishi uchun, что biz yeyapmiz, qornimiz to'ygani haqida ba'zan shoshganimizda informatsiya yetib bormas ekanda. O'shaning uchun dasha televizor ko'rib, telefon ko'rib yeyish mumkin emas deyishadi. Kim televizor ko'rib ovqat yeyishni yaxshi ko'radi? Kim shunaqa qiladi? Aytinglar. Men shunaqa qilaman. Bilaman, bu juda katta meni xatoyim bo'lsa kerak, lekin ba'zan shunaqa charchagan paytlarimda men uchun eng katta dam olishda, ayniqsa kichkina farzandlari bor insonlar bor, onajonlar meni tushunsa kerak. Ba'zan kichkina bola bilan shu darajada charchab ketasanki, hozirda o'zida qo'lingda nima bo'lsa, o'sha hozir qanaqa dam olsang, o'shanaqa dam olishing kerak-da. Tushunaman, balki zarar, tushunaman, balki bunaqa qilish kerak emas. Uni o'rniga borib, balki bola uxlayotgan paytda bolani artib qo'yish kerakdir yoki borib yana qanaqadir foydali ish qilish kerakdir. Lekin men tanlayman o'zimni ruhiy tinchligim
ba'zan boshqa alternativalarni ham tanlashga harakat qilaman, lekin o'sha kichkina farzand bilan onajonlar judayam charchagan paytda shunaqa ularga yordam kerakligini judayam yaxshi o'zim tushunaman. Va bilasizlarmi, menga shunaqa minutniyda o'sha yordamdan tashqari, ya'ni o'tirib qanaqadir kino ko'rib, qanaqadir shirinlik yebda, shulardan tashqari yana yordam beradigan turli narsalar bor. Bu albatta ko'chada aylanib yurishda. Agar farzandimni uyda dadasiga yoki buvisiga qoldirib ketolsam, o'zim aylangani chiqqanimda nafaqat tanam dam oladi, balki o'sha miya ham dam oladi. Chunki neyrobiologlar isbotlashgan ekanki, yurayotgan paytimizda o'sha miyamizda judayam bizani ruhimizga foydali bo'lgan jarayonlar bo'ladi-da. O'shaning uchun albatta qizlarjonlar iloji bo'lsa-da ko'chaga aylangani chiqishga harakat qilinglar. Agar bolajonimizni hech kimga qoldirib keta olmasak, ularni bolalarni kolyaskaga solib tosha aylangani chiqishimiz mumkin. Yana judayam yordam beradigan narsa bu albatta musiqada. Har xil kayfiyat uchun har xil musiqalarim borda. Kayfiyatni ko'taradigan, keyin menga aktivlik beradigan yoki ba'zan ozgina qayg'uli, shunaqa spokойный muzikalar ham meni uspokаивать qilish uchun ham kerak-da. Ya'ni musiqa bu judayam zo'r bizga yordamchi. Sizlar qanaqa musiqani eshitishni yaxshi ko'rasizlar? Yaxshi ko'rgan balki qo'shiqchilar bor. Yana menga tinchlanish uchun ya'ni nima uchun bizga kerak tinchlanib olishda? O'sha qat'iyator o'sha jahlimizga chiqqan yoki ezilgan, o'sha tashvishlangan holatimizni chiqarib yubormasak-da, turli yo'llar bilan. Aynan shu haqida hozir sizlar bilan gaplashyapman. Chiqarib yubormasak, biz bu emotsiyalarni yoki ichimizga yutamiz-da, yoki atrofdagilarga sochamiz-da. O'zimizni farzandimiz agar yig'lasa va biz o'sha shu darajada charchaganmiz, o'zimizni o'ylamayapmiz, o'zimizga dam olishga ruxsat bermayapmiz. Shu holatda bolamizga qattiq gapirishimiz mumkin, baqirishimiz mumkin, yoki ba'zan qo'l ko'tarishimiz mumkin, yoki xo'jayinimiz ishdan kelgan paytlarida ularni kulib, yaxshi kayfiyatda kutib olishga bizani resursimiz bo'lmaydi, energiya, kuchimiz qolmaydi. Chunki hammasini ana shu salbiy hissiyotlarga berib yuborganmiz. Aynan shuning uchun onajonlar judayam muhimda. O'sha ichingizda charchoq, tashvish, bezovtalik yoki qanaqadir fikrlarda men yomon onaman, menga qaynonam bunaqa dedi, ovsinim bunaqa qaradi, har xil bu gaplar ba'zan shunaqa tuyulishi mumkinki, holva bu muhim emas deb tuyulishi mumkin. Yo'q, bu judayam muhim. Agar shu hissiyotlar sizni ichingizda qoladigan bo'lsa-da, siz keyin o'sha boshqa atrofdagilaringiz bilan urushib janjallashishingiz mumkin, yoki o'zingiz boshingiz og'rib, mazangiz qochib ozgina yotib qolishingiz mumkin. Chunki organizm judayam aqlli va u o'sha kuch qolmagan paytda sizni o'zi qani, davay, все, yot
uchun onajonlar o'zinglarni albatta o'ylanglar-da, o'zinglarga dam beringlar. Va yana bitta judayam zo'r yo'li bu ASMR tinglashda. Mana judayam ko'p onajonlar ham tinglashadi, aytishadiki, даже farzandlarimiz bilan ko'ramiz, farzandlarimiz ham uxlab qoladi deyishadi-da. Ya'ni ASMR tinglash bu judayam yaxshi. O'sha sizni emotsional, ruhiy dam olishingizga yordam beradi-da. Manga даже yozishadiki, bolajonim sizni pichir opa deb ataydi uyqudan avval. Albatta pichir opani qo'yib bering deb so'raydi. O'shaning uchun do'stlar, taklif qilaman sizlarni mani profilimga o'tishga va videolarimni ko'rishga, dam olishga, shirin uyquga ketishga, chunki uyqu ham albatta bizga sog'ligimiz uchun muhim-da. Давайте oxirgi ложка, oxirgi qoshiq. Hatto sizlar bilan suhbatlashib hozir butun bankani yeb qo'yganimni bilmay qolaman. Menimcha bugunga menga yetadi. Hozir ozgina energiyaga to'lib oldim-da, kofe ichdim-da, shirinliklar yeb oldim, suhbatlashdim-da. Albatta menga video yozish, keyin kommentariyalar o'qish judayam kuch bag'ishlaydi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Va hozir endi borib uy ishlarimni ham davom ettiraman-da. Kiryushga qo'yaman va videoni montaj qilib bugun erta o'sha kanalga chiqarishga harakat qilaman. Sizlarga esa katta rahmat ko'rganingiz uchun. Men